Bismillahirrahmanirrahim. Barliq hamdü sana Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, aile tabaatlarına ve onunğa taki kıyametgacha ergeçkenlerge durud salamlar bolsun. Ma'lumki, haj degan islom farz qilgan asosiy ibodatlarning biridir. Alloh taolo mundaq degan: "Berishning yo'lini qila olganlarning Ka'baga haj qilishi Allohning ularning ustidagi haqqidir. Kimki tanadikan, shubhisizki Allah ahli jahondan behojatdir." Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Islom dini 5 asos ustiga qurilgan. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish. Namozlarni ado qilish, zakot berish, haj qilish, Ramazon oyida ro'za tutish." Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qaysi amal eng afzal deb so'ralgan edi? Alloh va Allohning rasuliga ishonish dedi. Ondan qaysi deyildi? Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Ondan qaysi deyildi? Qabul qilingan haj dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini anglagan: Kimki Allah uchun haj qilib, nashayan ishlarni va gunoh ishlarni sodir qilmay hajni tamomlasa, xuddi yangi tug'ilgandek gunohdan pok holatga qaytadi. Yuqoriqilarga asosan imkoniyati turib haj qilmagan kishining islomi to'liq bo'lmaydi. Haj qila oladigan turuqliq hajni kechiktirsimi, cho'ng gunoh sodir qilgan bo'ladi. Chunki Alloh taoloning buyrug'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i o'rindilishi kerak. Kechiktirgan taqdirda keyincha nomratlashib yoki yo'l taqilib qolib, yoki pasportdan ayrilib qolib, va yoki og'rib yetib qolib, va yoki o'lib qolib, haj bo'yniga qolishi mumkin. Bundaq ahvolda haj farz bo'lgan bir o'g'il hajga bormoqchi bo'lsa, boshqa qarindoshlarining onasining uni hajdan to'sishi to'g'ri bo'lmaydi. To'sqan taqdirdami haj vojib bo'lgan kishi ularga bo'ysunsa bo'lmaydi. Chunki yaratquchiga osiylik qilib, maxluqqa bo'ysunish yo'q. Ba'zida rasmiyat jihatdan ona borolmay, o'g'il bora oladigan bo'lib qoladi. Bundaq ahvolda o'g'il boshda haj qilsa bo'laveradi. Onasidan burun haj qilsa bo'lmaydi deydigan bir cheklimi yo'q. Lekin onasi hajga bora oladigan bo'lsa, onasini birga olib borsa bo'ladi. Moddiy tarafdan birga olib olmaydigan bo'lsa, o'zi haj qiladigan pulni onaga o'tinib bersa, onasi oldin haj qilsimi bo'ladi. Bu qarindoshlar onasini o'z uylarida turg'izib xabar olsa bo'ladi. Ayrim uy olib berishi kerak emas. Qarindoshining qarzini ado qilish majburiyatimi yo'q. Yordam qilsa, sizlar rahim bo'ladi. Yoki akalar zakotini berib, inisini qarzdan xalos qilib qo'ysimi bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh